Farhod aka, menga dunyodagi eng qimmat implantatsiya xizmat ko'rsatadigan top 5 ta davlatni sanab bering. O'zi Yevropada qimmat hisoblanadi Yevropa davlatlarida, lekin birinchi o'rin uchun shubhasiz Amerika Qo'shma Shtatlari. Yo'q, Amerika bu ro'yxatimizda ikkinchi o'rinda ekan. Amerikada bitta implant qo'yishingiz $4,500 dan $7,000gacha ekan. Unday bo'ladigan bo'lsa, Norvegiya bo'lishi kerak, chunki Norvegiyada aholini topish tutishi darajasi ancha yaxshi. Yo'q, Norvegiya birinchi o'rinda emas, 3-o'rinda. Norvegiyada bitta implant qo'ydirishingiz $4,000 dan $6,000gacha. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, unda Yaponiya davlati bo'lsa kerak, chunki Yaponiyada hamma narsa qimmat va tabiiyki stomatologlar ham qimmat. Afsuski, Yaponiya ham birinchi o'rinda emas. Yaponiya afsuski 5-o'rinda turadi. Yaponiyada bitta implant qo'ydirishingiz $3,500 dan $5,000gacha turadi. Unday bo'ladigan bo'lsa, Shvetsiya davlati bo'lishi kerak, chunki Shvetsiya ham eng qimmat davlatlardan biri hisoblanadi. Shvetsiya 4-o'rinda. Shvetsiyada bitta implant qo'ydirishingiz $3,800 dan $6,000gacha turadi. Unday bo'ladigan bo'lsa, bitta variant qoldi. Bu davlat implantlarni vatani hisoblanadi, Shveysariya bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri, aniq topdingiz. Birinchi o'rinda Shveysariya. Shveysariyada bitta dona implant qo'ydirishingiz $5,000 dan $7,000gacha, ba'zi bir premium klinikalarda $8,000gacha bor ekan. Farhod aka, o'zimizda bitta implant qo'ydirishni hech pulga tushadi? Bizda endi o'rtacha standart vaziyatni oladigan bo'lsak, taxminan ustiga bitta implant, ustiga bitta koronkasi bilan $500 dan boshlanadi. Lekin o'sha Yevropa davlatlari bo'ladi, AQSh davlatlari bo'ladi, ishlatgan xomashyoyimiz va stomatologlarimiz darajasi ularnikidan qolishmaydi. Bir xil sim adashmagan bo'laman. Agar sizga ham professional stomatologik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa va shu bilan birgalikda mana shunday foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.